Assalomu alaykum. YouTubedan bizani kuzatib kelayotgan qadrdonlarim, bugun men sizlar uchun birinchi marta YouTube formatida hech qanaqa montajlarsiz uzmasdan to'liq video olishga qaror qildim. O'rtoqlar, qo'llab-quvvatlab, like va podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Men uyimizdan sizlarga tanishtirishni boshladim. Uyimizda 1,5 sotuvga joylashgan o'rtoqlar, qaranglar, tashqi fasadi chiroyliligini. Ikkita bo'lgan, bu uyimizda bittasi sotilgan, ikkinchisi qolgan. 1,5 sotuv, 2 kvadratdan shu yashash maydoniga ega. Ko'chalarimizning kengligini qaranglar, keng ko'cha, bu yog'i tupik ko'cha hisoblanadi. Bu tomonimizdan kirib kelinadi mana. Ko'chani qaranglar kengligini. Endi men sizlarni sekin ichkari qismi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Alohida darvozalarga ahamiyat berishingizni so'rayman. Sifatli darvozalar qo'yib qo'yilgan, uyimizda 100% pishgan g'ishtdan bo'lgan. Oldida ham bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana o'zim mashinamni ham qo'yib qo'yganman. Bu tarafda o'rtoqlar bemalol yonidan mashina o'tib ketishi mumkin yana. Endi hovlimizga keladigan bo'lsak, qo'limizga bitta mashina sig'adi bemalol. Katta mashina sig'masligi mumkin, lekin standartli mashinalardan bitta mashina bemalol sig'adi. Remontlarga bitta baho beringlar o'rtoqlar. Juda did bilan remont qilib qo'yilgan uyimizda. Ko'chada o'zining hojatxonasi bor. Mana bu yoqda rakmina joylashgan. Hojatxonani men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yoq tomonda hojatxona. Uyimizda podval qismi ham bor. Bitta kattagina xona qilingan podvalimizda. Отопление sistemalar ham podvalga joylashtirib qo'yilgan. Men podvalimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana o'rtoqlar, kattagina xona qilingan. Katyol qo'yib qo'yilgan, podeshkaga ariston ham qo'yilgan. Kotelniy sistemaga bitta baho berib ketinglar o'rtoqlar. Endi asosiy binomiz bilan sizlarni tanishtirib chiqaman o'rtoqlar. Oldin zinalar bilan chiqiladi. Asosiy binomizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa xo'l bizani kutib oladi. Zinalarni qaranglar, akkuratni qilib o'rtoqlar o'rab qo'yishgan ekan. Oladigan egalariga buyursin. Uyimizda juda chiroyli, noodatiy yondashilgan lyustralarni qaranglar o'rtoqlar, chiroyliligini. Va birinchi qavatda bizda umumiy 3 ta xona bor. Birinchi xonamizda oshxona bo'ladi. Oshxona ham ko'zni charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan, qaranglar. Juda chiroyli, remont qilib qo'yilgan, katta panoramli oynalar hovliga qarab turibdi. Bu yerda zinani tagini hamchi noodatiy tarzda yosh qo'yib qo'ysanglar bo'ladi yokida qanaqadir zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda bizda zal joylashgan. Zalimizda ham kengina qilingan o'rtoqlar, lyustralarni qaranglar. Va shu boshqacha lyustralar ishlatilgan ekan. Juda chiroyli diz bilan yonida turgan. Bu yoq tomonda bo'lsa, televizorni qoldirib ketilgan joylar. Uyimizda 100% topli pol bo'lgan o'rtoqlar va batareykalangan joy tashab ketilgan. Bu yoqda birinchi qavat uchun umumiy sanuzil joylashgan, ko'rishinglar mumkin. Kerakli barcha jihozlar o'rnatib qo'yilgan va birinchi qavatdagi oxirgi xonamizda bizda yosh kattalar uchun spalni qo'ysanglar bo'ladi o'rtoqlar. Qaranglar, kengina 1,5 sotuvga juda keng xona qilishgan ekan, zo'r variant qilishdi. Orqa hovlimizda ham bor o'rtoqlar, havo aylanib turish uchun qaranglar, mana shu xonadan chiqadi orqa hovlimizga. Keyin keladigan bo'lsak, bu yoqda endi men sizlarni ikkinchi qavat bilan tanishtirib chiqaman o'rtoqlar. Aytayotgan zinalarimizni bo'lajak egalar uchun ataylab ehtiyot qilib qo'yishgan, mana o'rab. Mana chiroylarni qaranglar. Chiroyliligini o'rtoqlar, gap yo'q, mashallah, nasib qilsin hammaga shunaqa chiroyli uylar. Niyat qilganlar bitta like bilan podpiska bosib qo'yish ishidan chiqmasin. Ikkinchi qavatda mana shunaqa xo'l bizani kutib oladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi qavat mana shunaqa xo'l bizani kutib oladi va chap qo'ldagi birinchi xonamizda bizda spalni bo'ladi o'rtoqlar. Xohlasanglar zal sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda orqa hovliga qarang, o'zining oynalariga ega. Bu yerda ham lyustralar noodatiy tarzda qo'yilgan. Va ikkinchi qavatdagi keyingi xonamizda ota-onalar yotoqxonasi. O'zining ichida sanuzillari ham bor o'rtoqlar. Mana qaranglar. Master spalni. O'zicha sanuzili bor va orqa hovliga qaragan uzungina oynalari joylashtirilgan ekan. Keyingi xonamizda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzil joylashgan, ko'rsanglar bo'ladi. Quyma unitazda qo'yib qo'yilgan ekan o'rtoqlar, bilgan biladi. Vigo firmasiga tegishli va dushlari kengina qilingan ekan, lekin dushi bor. Ko'p joylarda tor qilib qo'yishadi. Bu yerda xonalari ham, sanuzillari ham keng qilingan ekan. Oynalari ham yonadigandan qo'yilgan menimcha. Tokka tiqilmagan ekan hali. Endi 3-xonamiz ikkinchi qavatdagi, bu ham spalni o'rtoqlar, detskiy qilib qo'ysanglar bo'ladi menimcha. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Oynalari ham katta qilingan ekan, qaranglar. Hovliga qaragan o'zining oynalariga ega. Ikkinchi qavatdagi oxirgi xonamizda u ham detskiy hisoblanadi. Bu yerda ham oldi hovliga qaragan
noodatiy oynalari joylashgan lyustralarni qaranglar. Hamma xonada har xil lyustra. Oynani qaranglar o'rtoqlar, chiroyliligini. Uyimiz Sergeli tumani Beruniy mahallada joylashgan. Agar mana shunaqa to'liq obzorlar sizlarga yoqadigan bo'lsa, o'rtoqlar, like va podpiska bosishingizdan chiqmasin.